Every year, Har yili dekabr oyida O'zbekiston prezidenti rahbarligida o'tkaziladigan ushbu yirik forumga tashrif buyuramiz. Bugun mamlakat katta resurslarga, shuningdek keng doiradagi investorlar va moliyaviy institutlarga ega. Har yili bu tadbirning ko'lami kengayib borayotganiga guvoh bo'lmoqdamiz. Biz bu yerdagi faoliyatimizni 100 megawatt quvvatga ega loyihalardan boshlagan edik. Bugun esa turli shaharlardagi 1000 va 2000 megawattlik loyihalar haqida so'z yurityapmiz. Gap faqat investorlar haqida emas. Bugun butun mamlakat bo'ylab turli loyihalar, dunyoning turli mamlakatlaridan kelgan kompaniyalar tomonidan amalga oshirilmoqda. Bu mamlakatning rivojlanayotganini, shuningdek, rahbariyat tomonidan puxta o'ylangan bosqichma-bosqich islohotlarning natijasi deya olamiz. Biz yurtingiz erishayotgan yutuqlarga guvoh bo'lmoqdamiz. Prezidentingiz biz kabi investorlarni, Mazdar kabi kompaniyalarni qo'llab-quvvatlaydigan muhim qarorlar qabul qildi. Men prezident janobi oliylari tomonidan ko'rsatilayotgan bunday e'tibordan faxrlanaman. Bugungi O'zbekiston tarixi bu haqiqatan katta muvaffaqiyat tarixi va bu buyuk mamlakatda yashaydigan har bir inson bundan faxrlanishi kerak.